Mening ismim Arif Zulfikar Yusuf va meni o'z yog' zavodim bor. Mening savolim shuki, Qur'onning tarjima qilingan kitobini musulmon bo'lmaganlarga o'qish uchun berish mumkinmi? Birodarimiz musulmon bo'lmaganlarga Qur'oni Karimning namunasini berish joizmi deb so'radi. Qur'onga kelsak, Qur'on tarjimasini berishga ruxsat beriladimi yoki yo'qmi? Bu joiz emas, lekin bu mustahab hisoblanadi. Bu mamnuniyat bilan qabul qilinadi. Chunki Alloh taolo bizga islomning mohiyatini musulmon bo'lmagan odamlarga yetkazishni buyuradi va buning uchun Qur'ondan yaxshiroq kitob yo'q. Qur'oni Karim musulmon bo'lmaganlarga sovg'a qilinadigan eng yaxshi kitobdir. Ba'zi musulmonlar orasida musulmon bo'lmaganlarga Qur'on bera olmaysiz degan noto'g'ri fikr bor. Qur'oni Karimning Voqea surasining 56-bobining 77 dan to 80 gacha bo'lgan oyatlarda mutahhirlardan boshqa hech kim Qur'oni Karimga tegmaydi deyilgan. Qur'onning bu oyati musafga, Qur'on nusxasiga taalluqli emas, ular lofzuzdagi Qur'onning asl nusxasiga tegishli. Va bu nusxada mutahhirlardan boshqa hech kim tegmasligi kerakligi haqidagi oyat inson va tananing pokligi haqida emas. Bu nafaqat tanasi bilan, balki ruhi bilan ham mutlaqo toza bo'lgan, gunohsiz farishtalarni nazarda tutadigan odamlarga tegishli. Agar siz tafsir Ibn Kasirni o'qisangiz, bu oyat bayonot sifatida yuborilganligini bilib olasiz. Payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi va sallam Qur'onni shaytondan olganini da'vo qilganida, mutahhirdan boshqa hech kimga tegmaslik to'g'risida ovoz eshitildi. Bu shuni anglatadiki, levh-i mahfuzda saqlanadigan Qur'onning asl nusxasiga faqat farishtalar tegishi mumkin. Bu Qur'onning ushbu nusxasiga taalluqli emas, chunki bu holda har qanday musulmon bo'lmagan kishi bozorga borishi va ehtimol Qur'on nusxasini 10 yoki 5 dollarga sotib olishi mumkin. Bunday holda Qur'on haqiqatga to'liq mos kelmaydi. Bu Qur'onning asl nusxasiga, osmondagi asl lavhaga ishora qiladi. Unga qalbi pok bo'lganlardan boshqa hech kim tegmasligi kerak deyilgan. Musulmonga kelsak, siz musulmon bo'lmaganlarga Qur'on tarjimasini ular gapiradigan tilida berishingiz kerak. Agar ular ingliz tilini tushunsalar, ingliz tilida berish kerak. Ular savalini tushunsalar, savali tilida berishlari kerak. Ular urdu tilini tushunsalar, urdu tilidagi tarjimasini berish kerak. Agar siz uni asl arabcha matni bilan birga taqdim etsangiz, men buni afzalroq deb hisoblayman. Ba'zi odamlar asl arab tilini emas, faqat tarjimani taqdim etishingiz kerakligini aytishadi. Chunki tarjima insonning ishi. Agar tarjimon xato qilgan bo'lsa, tarjima paytida uni asl arabcha matn bilan taqqoslashingiz mumkin. Bu Alloh taoloni xato qilgan degani emas. Agar tarjimon xato qilsa, unda buning uchun javobgarlik Alloh taologa emas, balki unga bog'liq bo'ladi. Agar kimdir Qur'onning arabcha asl matnini taqdim etsam, men muammoga duch kelaman deb o'ylasa, men bu noto'g'ri deb javob beraman. Sevimli payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi va sallam maktublar yozdilar. Barcha imperatorlarga, Abiya shohlariga, Ninga Fors imperatori va Misr imperatoriga, shuningdek Misr shohi Gerkulesga maktub yuborganlar. U bu maktubda Qur'ondan iqtiboslar keltirgan. Ushbu maktubda u Qur'ondagi iqtiboslarni yetkazadi va ko'plab hukmdorlar ushbu satrlarni o'qib, islomni qabul qildilar. Ba'zilari hatto oyoqlari bilan oyoq osti qildilar. Shuning uchun, agar Qodir Alloh menga Qur'oni Karimni arabcha tarjimasining bir qismini topshirish mas'uliyatini yuklasa, men o'zimni eng xavfsiz joyda, payg'ambarlarning davrasida topgan bo'laman. Qur'oni Karimni musulmon bo'lmaganlarga berishdan yaxshiroq kitob yo'q. Va bu kitobni ularning eng yaxshi tushunadigan tiliga tarjima qilinganini bering. Va bu mustahab hisoblanadi. Bu mamnuniyat bilan qabul qilinadi. Siz savob ham olasiz. Agar siz musulmon bo'lmaganlarga Qur'oni Karimni tarjimasini bersangiz, bu to'g'ri bo'ladi. Chunki Qur'oni Karim nafaqat arablarga, balki butun dunyoga yuborilgandir. Alloh taolo Ibrohim surasining 14-bobining 1-oyatida shunday deydi: Bu biz payg'ambarimiz Muhammadga tinchlik va Allohning marhamati bilan insoniyatga nur yo'lini ko'rsatib, uni zulmatdan olib chiqish uchun bergan kitobdir deyilgan. Alloh taolo Ibrohim surasining 14 va 52-oyatida: Ular bu ogohlantirishni tinglasin. Xudo yagona ekanligini bilsin va aqlli odamlar bu xabarni tinglasin. Bu insoniyatga yuborilgan xabar.
Faqat musulmonlar yoki arablar uchun emas, balki butun insoniyat uchun. Alloh taolo Baqara surasining 2-bobining 185-oyatida shunday deydi: Ramazon bu Qur'on yaxshilikni yomondan ajratish mezoni sifatida yuborilgan oydir. Shuningdek, barcha insonlar uchun qo'llanma bo'lib xizmat qiladi. Alloh taolo Zumur surasida Qur'oni Karim Muhammad payg'ambarga nafaqat musulmonlar yoki arablarni, balki butun insoniyatni boshqarishi uchun yuborilganligi haqidagi xabarni takrorlaydi. Shuning uchun Qur'onning tarjimasi mustahabdir. U rag'batlantiriladi va Qur'onning tarjimasi afzalroqdir. Shuningdek, musulmon bo'lmaganlar uchun sunnatdir. Umid qilamanki, savolingizga javob berdim.